Uyimga narsalar olganman, hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Burada narsalar общий 20 yevro bo'lgan, lekin meni Remi kartam bilan bu menga 18 yevroga tushdi. Videoni oxirida aytasizlar, что bu pul arziydi, или arziydi. O'zi kecha uyimga bozorga qildim. Yana bugun bir ikkita narsalar bor ekan oldim. Вот, Pepsi. Bilmadim nimaga Yevropada bunaqa shakli Pepsilar, no okey. Mana bunaqa 400 gramm samorодина oldim. Cheese balls ikkita XL tot razmerda. Chips, o'zimizdagi chips bor-ku, xuddi shuni ta'mi keladi. Bu faqat bundan yaxshiroq. Kecha oqini oldim, menga shirinlik qildi, shuning uchun bugun qorasini oldim. Bitta maydanovka qilingan tovuq oldim, kecha yeb ko'rdim, ta'mi zo'r ekan, ikkinchi marta qaytadan oldim. Bu tovuq 500 gramm ekan. 6 dona mana bunaqa banan oldim. Завтракаga bitta shunaqa plavniy siram oldim. Qizig'i buni 1 yevrogami shunaqaga oldim, qimmatga oldim. 4 ta shunaqa yogurt oldim, 2 ta qulupnali, 2 ta ananasli. Bu Germaniyaniki ekan. Xohlasanglar, mana shu badrin 300 gramm, $3 mana shunaqa. Eng qimmat olgan. Nima deb o'ylaysizlar, bu $17 ga arzon, qimmat. Men yo'qotib qo'ymaslik uchun hozir